Xo'p, Telegramni ham o'rnatib oldik. Endi Telegramni ochib, ichidagi nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Telegram ustiga 2 marta bosamiz. Telegram ochiladi. Bu yerda keyin Start Messaging. Hozir bu yerda russkiy variantda qilib berish kerak. Xo'p, chiqmasa keyin ichkarisidan kirib o'zgartirsak bo'ladi. Bu yerda mana login using phone numberni bosamiz. Mana продолжить на русском. Russiyaga o'tkazib olaman. Keyin nomerim yozaman 33 270 44 64. Hozir endi Telegramimga SMS kod boradi, shu kodni kiritaman. Xo'p, 45 479. Mana Telegramimni ham ochib oldim. Mana hozir shu ko'rinishda turadi. Mana bu yerdagi chap tarafdagi odamlar, kanallar, gruppalar degan bo'limlar yo'q. Endi birinchi marta ochganimdan keyin bu 3 ta chiziqchaga bosaman va настройкаga kiraman. Va mana shu yerda yana продвинутые настройкаga bosaman. Bu yerda mana автозагрузка media. Hozir qarasak, misol uchun mana bunga kirsam, xo'p, mana rasmlarni, videolarni ochib tashlayapti mana. Bularni o'chirib qo'yish kerak. Продвинутые настройкаga bosdim. Bu yerda mana автозагрузка media в личных chatах. Bu shaxsiy chatlarda o'chiramiz buni. Сохранить gruppalarda va kanallarda. Shularni o'chirib qo'yamiz. Xo'p. Endi keyingi ishimiz. Hozir bu yerda SMS keldi mana. Shu bo'ladi, kiritadi. Xo'p, keyingi ishimiz esa настройки bo'limiga kiramiz. Bu yerda endi bizga papkalar kerak bo'ladi. Papka с chatами shular kerak bo'ladi. Papka ustiga bosamiz. Bu yerda mana создать новую папку tanladim. Va bu yerda mana добавить chаты. Birinchisi выбранные chаты. Menga kontakt va не kontaktlar yoki mana faqat kontaktlar kerak. Сохранitьni bosdim. Mana bu yerda o'zi avtomatik kontaktlar deb yozib berdi. Rangini ham tanlasak bo'ladi. Lekin rangini tanlash uchun bizga premium kerak bo'ladi. Xo'p, создать. Mana bitta nima bo'ldi? Hozir ko'rsataman mana. Kontakti. Mana. Kiraman, настройкаga kirdim. Papka с chatами. Bu yerda yana создать qilaman. Добавить chаты va не kontaktni qilaman endi. Не kontakti люди deb chiqadi. Создать bo'ldi mana. Bunda 9 ta chat bor ekan. Yana bosaman, добавить chatga kirib, gruppani yaratib olaman, gruppi. Создать. Keyin kanалы. Добавить chat, kanалы, сохранить. Va создать. Mana. Endi oxirgisi botlar kerak. Bot. Создать. Xo'p, mana kontakты, люди, gruppi, kanалы va boты. Botlar. Xo'p, endi misol uchun menga bulardan ham o'zim uchun shaxsiy gruppa ochmoqchiman. Misol uchun men qayerdadir ishlayman yoki sinfdoshlarim yoki kursdoshlarim uchun. Bu gruppalar menga kerak emas, menga alohida kerak. Buning uchun mana bu joyga настройкаga kirib, yana shu papkani bosib o'tirmay, mana redakировать degani chiqadi. Red deb yozib qo'ydi qisqartirib. Buni ustiga bossam, bu yerda mana создать новую папку bosdim. Bu yerga misol uchun ishdagilar. Keyin добавить chаты. Misol uchun qanday nimalar bor? Ishdagilarda mana shu nima bor. Bu yerda qidirtirsak ham bo'ladi. Misol uchun kursdoshlar degan gruppa bo'lsa. Xo'p, menda hozir bitta kanalni tanladim mana. Shu misol uchun mana shu ikkita kanal. Va сохранitьni bosaman, tanlayman-da mana bo'ldi. Сохранить. Agar sizda chatlar ko'p bo'lsa, bu yerdan qidiruv tizimidan yozsangiz o'zi topib beradi. Сохранить. Bu yerdan ishdagilar deydi. Mana bu yerda ikonkani tanlasak bo'ladi, misol uchun. Yo'q, bu gruppa edi. Xo'p, ishdagilarga ish. Buni tanlab qo'yamiz mana ikonkasini va создать. Va mana pastda turibdi. Endi buni joyini o'zgartirmoqchi bo'lsak, misol uchun mana ustiga bosdim ishdagilarni va mishkani chap tarafini bosib turaman-da, tepaga tortaman. Misol uchun shu yerda tursin.
Endi gruppaga kirsam boshqa gruppalar ham turadi. Ishdagilarga bossam, ishdagi gruppalar ham chiqib turadi. Xo'p, hozircha shu. Keyingi videoda yana Telegramni ichki nastroykalarni ko'rib chiqamiz.